Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi mavzuyimiz motorlar. Biz siz bilan oddiy DC motorni L298N motor driver bilan ishlatishni ko'rib chiqishimiz kerak. Ulanishi bo'yicha men sizlarga rasmdan ko'rsataman hozir qanaqa ulanganini. Sizni motorlaringiz ham kichkina driver bo'lsa ham xuddi shunaqa ulangan. To'g'rimi bolalar? Ya'ni ikkita motor driver va Arduino. To'g'rimi? Ikkita motorimiz A va B motorlarga ulangan, to'g'rimi? Out 1, out 2 A motor, out 3, out 4 B motor hisoblanadi. Va mana bu yerda bizaniki enable dan tashqari yashil sim va mana bu qizil simdan tashqari o'rtadagi 4 ta simimiz D2, D3, D4, D5 ga ulangan sizga. To'g'rimi? Keyin quvvat ulangan. Bo'ldi, hozircha shu. Endi biz mana shu robotga dastur yozmoqchi bo'lsak, asosiy qiladigan ishlarimiz ulagan pinlarimizni tanishtirib olamiz. Nima edi? Tanishtirish pini? Pin mod. Ikkinchi pin ulaganmisiz ikkiga? Ha? In 1, in 2lari D2, D3, D4 larga ulagansiz, to'g'rimi? D2 ga ulaganingizni nima deb tanishtiramiz? Output deb tanishtiramiz. Chunki bu hozir biz bergan buyruqni bajaradi. Xuddi shunday qilib, qolgan 4 ta pinimizni ham tanishtirib olamiz. 2, 3, 4, 5. Bular motor ulangan pinlar, o'rtoqlar. Endi biz xuddi shu motor ulangan pinlarni ajratib olib tushunishimiz kerak. Ikkinchi va uchinchi pin birinchi motorga javob beradi. Bitta motorga javob beradi. 3, 4 esa, ya'ni pastdagi 4, 5 esa bu ikkinchi motorga javob beradi, ya'ni B motorga javob beradi. Tushunarlimi? Agarda biz hozir mana bu yerga digital write buyrug'i bilan ikkinchi pinga yoqish, xuddi shunday buyruq bilan 3-pinga low o'chirish buyrug'ini bersak, birinchi motorimiz bir tomonga aylanadi. O'ngga yoki chapga, bu simni ulashingizga bog'liq. Ya'ni biz hozir ikkinchi pinga, ya'ni birinchi motorning birinchi simiga plus zaryad, uchinchi pinga esa minus zaryad jo'natyapmiz. Tushundingizlar? Bittasiga minus, bittasiga plus borganligi uchun motor aylanadi. Agar biz motorni to'xtatmoqchi bo'lsak, aylanishdan, unda ikkita pinga ham low deb buyruq beramiz. Shunda bizni motorimiz aylanishdan to'xtaydi, Muhammad Rizo. Agar uni teskari yo'nalishga aylantirmoqchi bo'lsak, nabarot 3-pinimizga yoqish, ikkinchi pinimizga o'chirish buyrug'ini beramiz. Mana shunda motorimiz teskari yo'nalishda aylanadi. Tushunarlimi? Men sizlarga funksiya mavzusini o'tganman. Endi qarang. Funksiya mavzusida biz siz bilan ma'lum bir vazifa bajaradigan kodlarni ma'lum bitta joyga yozib qo'yamiz bir marta va qayta uni chaqirib ishlatishimiz mumkin bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shu prinsipda biz hozir bir nechta funksiyalar yaratib olamiz. Masalan, void oldinga degan funksiya yaratamiz. Oldinga degan funksiyani ichida quyidagi kodlarni yozamiz. 4 ta motorimiz uchun buyruq yoziladi. 2, 3, 4 va 5 pinlar. Bu yerga yozib qo'ysak bo'ladi. A motor. Yana yozib qo'ysak bo'ladi. B motor yoki o'ng va chap deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Tushunarlimi? Bittasiga height, ikkinchisiga low bersak, motor oldinga yuradi deb hisoblaylik. Mana. Demak, mana shu funksiya chaqirilganda motorimiz oldinga harakat qilishi kerak. Mana. Digital write 2, 3 ga height low, 4, 5 ga ham height low. Demak, bu oldinga yurish buyrug'i. Tushunarlimi? Xuddi shunaqa funksiya yaratamiz yana. U faqat endi
orqaga bo'lish kerak. Orqaga. Bunda endi height va low'larni joyini almashtiramiz. Shunda motorimiz ikkalasi ham teskari yo'nalishda aylanadi. Robotimiz ham demak orqaga harakat qilishi kerak. Tushunarlimi? Xuddi shunday o'ngga va chapga burilish buyruqlari ham xuddi shunday funksiya ko'rinishida beriladi. O'ngga burilish uchun o'ng motorimiz orqaga, chap motorimiz oldinga burilishi kerak. Chapga burilish uchun esa chap motorimiz orqaga, o'ng motorimiz oldinga burilishi kerak. Qaysi tomonga burilmoqchi bo'lsangiz, o'sha tomondagi motor orqaga yuradi. Qarama-qarshi tomondagi motor oldinga yuradi. Shunda buriladi. Demak, hozir void chapga degan funksiya yaratsam, tasavvur qiling, birinchi motor chap tomonda turibdi. To'g'rimi? Birinchi motor chap tomonda turgan bo'lsa, unda chap motorimiz nima bo'lishi kerak? Orqaga yurish kerak, to'g'rimi? Demak, o'ng motorni oldinga harakatlantiramiz. Bu degani height va low'lari joyini almashtiramiz. Mana. Chap motor orqaga, o'ng motor oldinga. Shunda chapga yurishi kerak. Xuddi shunday funksiya, faqat o'ngga deyishimiz kerak. Lekin biz o'ngga degan nima yarata olamizmi? Funksiya. O'ngga deb o'ng. Yo'q, yarata olmaymiz. Qanday yaratasiz? Nomlash qoidalari esingizdami o'zgaruvchini? O'da nima bor? Tutuq belgisi bor, to'g'rimi? O desak xato beradi. Shuning uchun o'ngga O deb qo'yamiz. Kelishdiki? Xo'p, o'ngga burilish uchun endi yo'nalishni o'zgartiramiz. Chap motor oldinga, ya'ni height low, o'ng motor esa orqaga, low height. Mana, o'ngga, chapga, orqaga, oldinga 4 ta funksiya yaratildi. Oxirgi funksiyamiz bo'ladi, bu to'xtash. To'xtash uchun nima qilishimiz kerak? Funksiya nomini to'xta, kodini esa low, hammasida low bo'lishi kerak. Mana. Low bo'lsa hammasi motorimiz aylanishdan to'xtaydi. Buni sinab ko'rish uchun biz robotlarga, kim roboti tayyor? Yozib beraman. Qarang, avval bunday qilaman. Oldinga funksiyasini chaqiraman. Bu funksiya ishlab tursin. Qancha vaqt? 1 sekund. Keyin delaydan keyin to'xta deyman. Ya'ni yurib ketayotdi, keyin to'xtatamiz. To'xta. Qancha vaqt? 500 a. Yarim sekund to'xtatamiz. Keyin turgan joyida chapga buramiz. Bunda qancha? 500 ko'p, bunda 300 qo'ysak ham bo'ladi. Даже 200 qo'ysak ham bo'ladi, motoringiz tezligiga bog'liq u. Chapga 0.3 sekund aylandi. Yana nima qilish kerak? To'xtash kerak. Yarim sekund nima qilish kerak? To'xtash kerak. To'xtagandan keyin orqaga yursinmi? Orqaga yuradi. Qancha vaqt? 1 sekund orqaga yursin, ha? Keyin yana to'xtasin, yarim sekund. Keyin o'ngga burilsin, ha? O'ngga. Qancha? 500 ko'p. 300 qo'ysak yetar menimcha. Bo'ldi. O'ngga va to'xtaydi. Keyin oldinga qarab yana yurib ketaveradi. Mana. Funksiyani o'zida shuncha kod yozdim. Oldinga to'xta, chapga to'xta, orqaga to'xta, o'ngga to'xta. Yana dalshi aylanaveradi shu sikl. Kim robotni tayyor bering menga, yozib ko'rsataman. Kabeli bormi? Dastur yozadigan? Bering. Men zapisni to'xtataman.